Get ready with me. Bugun sizlar bilan chiroyli ko'ylaklarimni kiyib, shunaqa sumочкамni olib, sochimni tonirovka qildirishga boraman. Doxoddan ko'ra rasxod ko'p. Shuncha pul qayerdan kelib, qayerga ketayotganini inakda вообще hisoblamay qolaman. O'zim bilan necha pul oldim deb o'ylaysiz. Sochimni nimaga bo'yatganimni juda ham ko'p qizlar so'rashdi. Oldin rangi temni kashtan edi. Ikki chetim shunaqangi oqarib ketdi. 28 ga kirgan qiz demasdi hech kim. Sochimni yoysam bilinmasdi, yiqqanimda esa juda ham bilinardi. Nodira bitta ko'rishda уже chiroyli qilib bo'yab qo'ydilar. Nodira Chirchiqda va Toshkentda ishlaydilar. Toshkentda ham Chirchiq ham zapislarni принимать qiladilar. Sochimni bo'yashni boshlab yubordik. Bu holatini sizlarga ko'rsatdim. Sarg'ayib qolmasligi uchun tonirovka qildirish kerak ekan. Tonirovkadan keyin holatini ko'ryapsizlar. Juda ham chiroyli chiqdi. O'zimga juda ham yoqdi. Kim sochimni ushlab ko'rsa, nimaga sochingiz bunchalik yumshoq bo'yalgan sochga ham o'xshamaydi deb so'rashyapti. Chunki Nodirani qo'li gul, texnikani to'g'ri tarzda olib boradi. Undan tashqari uxudni ham polностью sizlarga tushuntirib beradi. Kim sochini qo'rqib bo'yata olmayotgan bo'lsa, Nodiraga 100% ishonsanglar bo'ladi. Men 100% доверияda qoldim Nodirada. 1 yildan beri sochimni kestiradim. Bu yil esa bo'yatishga qaror qildim. Uходовые средствоlarni ham menga moslab tanlab berdilar. Mana itagoni o'zingizlar ko'ringlar.